Hurmatli talabalar, bugun navbatdagi ochiq ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Demak, bugun 17-fevral harbiy ta'lim fakulteti Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi 201, 202, 203 guruhlarda uzluksiz ta'limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar fanidan navbatdagi ikkinchi ma'ruza mashg'ulotini ochiq dars mashg'uloti deb e'lon qilgan edik. Marhamat, bugungi mavzu bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, bugungi mavzuyimiz ta'limning xalqorolashuvi va globallashuvi deb nomlanadi. Demak, mavzu bo'yicha rejamiz quyidagicha. Birinchi reja: ta'limning xalqorolashuvi va globallashuvi tendensiyalari hamda o'ziga xosliklari. Oliy ta'limga qo'yiladigan, demak, yangi talablar. Hurmatli talabalar, demak, biz o'tgan darsda dastlabki mavzuyimiz ta'lim siyosati edi. Bugungi kundagi ta'lim siyosatida bo'layotgan juda katta o'zgarishlar barchamizga ma'lum. Demak, biz ushbu fanda men sizlarga tushuntirgan edim, uzluksiz ta'limdagi tendensiyalarda ta'lim sohasidagi barcha islohotlar, barcha o'zgarishlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, o'tgan darsda bir takrorlab olamiz. Tendensiyalar haqida sizlarga ma'lumotlar bergan edim. Marhamat, ta'lim siyosati va umuman tendensiya deganda biz nimani tushunamiz? Marhamat, kim gapiradi? Tendensiya so'zining ma'nosi bu yo'nalish, oqim degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biron rivojlanish, yangilanish degan ma'nolarni anglatadi. Uzluksiz ta'limdagi tendensiyalar ta'limning maqsad va mohiyati bu inson, ya'ni shu mohiyati tug'ilishidan to o'lgunga qadar ilm olish, ya'ni ilmdagi yangiliklar, ilmning bosqichma-bosqich rivojlanishi. Quyidagicha marhamat yozib olasizlar. Ta'limning xalqorolashuvi va globallashuvi tendensiyalari hamda o'ziga xosliklari. Ikkinchi rejamiz esa oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar. Qanday ma'lumotlarga egamiz? Har doim zamonaviy rivojlangan davlatlarda globallashuv, xalqorolashuv degan so'z juda ham ko'p. Globallashuv nima, xalqorolashuv nima? Bu haqda marhamat sizlar bilan Venn diagrammasi grafik organizeri orqali bu haqda ma'lumotlarni aytib o'taman. Demak, globallashuv va xalqorolashuv bu ikkalasi aslida bir xil so'zmi? Aslida bir xil ma'noga egami? Bu haqda alohida o'z fikrlarimni aytib o'taman. Globallashuvni boya yuqorida aytib o'tganim, butun dunyo bo'yicha globallashuv davrida yashayotgan bo'lsak, dunyoda barcha iqtisodiy bilimlar ham, diniy bilimlar ham barchasi o'zida mujassam etgan bo'lsa, xalqorolashuv ikkalasini ko'p holatlarda bir xil ma'noga ega, bir-biriga uzviy bog'liq deb tushuniladi. Afsuski, xalqorolashuvni ta'lim siyosatida dunyo miqyosida sal boshqacharoq talqin etiladi. Yanada rivojlanishiga katta xizmatini qo'shdi. Barcha rivojlangan mamlakatlar kabi juda katta islohotlarni bevosita ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shu hozirgi vaqtda ta'lim globallashuvining qaysi omillari biz uchun juda katta muhim rol o'ynaydi degan savolga javob beramiz. Nimalar? Birinchi navbatda zamonaviy axborot texnologiyalari, ya'ni telekommunikatsiya vositalari va axborot texnologiyalari bilan jihozlash. Bugungi kunda bu davr talabi bo'lib turibdi. Zamonaviy axborot texnologiya bilan ta'minlash oldingi davr bilan qiyoslaydigan bo'lsak, juda katta farq qiladi. Har bir auditoriyada oliy ta'lim sohasidagi bizga kirib kelgan yangiliklar texnika asri bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Shunday ekan, auditoriyalarda mana shu axborot jihozlari bilan ta'minlash albatta talabalarga yangilikni tezroq yetkazib berishiga juda katta o'z hissasini qo'shadi. Keyingisi esa rivojlanish va keng tajribalarning yana bir muhim omili bu masofaviy ta'lim hisoblanadi. Masofaviy ta'lim bugungi kunda eng bir zamonaviy ta'lim turidan biri hisoblanadi. Haqiqiy masofaviy ta'limda o'qituvchi tomonidan berilgan vazifalar oldindan o'z platformasiga yuklangan ma'lumotlarni o'quvchi, ya'ni talaba bevosita yakka tartibda, individual tarzda tayyorgarlik ko'radi.
tayyorgarlik ko'radi. Shunday ekan, talaba va o'qituvchi faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun bevosita demak mintaqaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ma'lumotlar bazalaridan foydalanish. Demak, ko'rib turibsizki, bu ma'lumotlar bazasi mintaqaviy bazalardan foydalanish. Mana shu bazalardan foydalanish ham talabalarning tafakkur qilishiga, talabalarning yetuk kadr bo'lib yetishiga o'z hissasini qo'shadi. Keyingisi esa jarayonning barcha bosqichlarida o'qitish mazmunini tubdan o'zgartirishdan iborat deyiladi. Ya'ni o'qitish jarayonini bir xillikdan qochish, ya'ni yangi zamonaviy texnologiyalarga mos ravishda harakat qilish nazarda tutiladi. 21-asr boshlarida jahon ta'lim tizimidagi global tendensiyalarga keldik. Bularning muvaffaqiyati, bularning holati nimalardan iborat? Bu nima degani? Demokratlashtirish albatta har bir talabani o'zi alohida erkin fikrlashni o'rgatish, ularning qobiliyatiga ahamiyat berish, bilim ko'nikma malakalarini bevosita muvofiqlashtirishni nazarda tutadi. Xabaringlar bor, oliy ta'lim bu bevosita biz uzluksiz ta'limdagi 4-turida o'rganamiz. Ta'lim turlarida bu oliy ta'lim hisoblanadi. Oliy ta'lim eslatib o'taman, bu bakalavriat va magistratura yo'nalishi kiradi. Shu aynan shu nimani davom ettiradigan va texnologiyalarning rivojlanishining global bilimlarini o'z iqtisodiyotida namoyish eta olish. Bu nima degani? Ya'ni birinchi transferli ishlab chiqarish bilan birgalikda iqtisodiyotning globallashuvi bir-biriga bevosita chambarchas bog'liqligini ko'rsatib o'tadi. Uchinchisi erkin savdoning integratsiyalashuvi. Buni quyidagilarga ko'rishimiz mumkin. Transferli ishlab chiqarish, iqtisodiyotning globallashuvi hamda erkin savdoning liberallashuviga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, xalqaralashtirish nimani anglatadi? Xalqaralashtirish bu institutsional darajada islohot dasturi ta'riflanadi. Islohot dasturi. Ko'rib turibsizki, har bir inson o'zining sohasiga nisbatan islohot qilishi kerak. Ishchi kishining malakasi darajasi va kasb-hunar ta'limi sifatini talabalarni oshiradi. Chunki har bir millat vakili o'zining millatidan kelib chiqib, o'zidagi bor kuchini namoyish etsa, demak ta'siri, ya'ni pulli shartnoma asosida. Mavzu yuzasidan umumiy muhokamaga o'tamiz. Quyida sizlar uchun dars yuzasidan nazorat uchun savol va topshiriqlar mavjud. Demak, ushbu savol va topshiriqlarni hozir muhokama qilamiz. Demak, birinchisi globallashuv va xalqaralashuv atamalari mazmunini izohlang. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, kim izohlab beradi? Globallashuv, ya'ni umuman shu yo'nalishning rivojlanishi, aloqalarning rivojlanishi degan ma'noni anglatadi.